Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Ko'rib turgan drabilkalar zavodskoy emas, lekin ko'rinishi ham, sifati ham shu zavodskoy drabilkani beradigan, o'zimiz Qo'qonda ishlab chiqarilib turgan samodelniy drabilkalar bo'ladi bular. Bu drabilkalar vazifasi universal. Makka, bug'doy, don, suta, poya, xullas kalom hamma narsani chiqaradi. Universal drabilka bular. Ko'rishlar mumkin. Sifati juda ham zo'r. Hop, bularda birinchi bo'lib motori qiziq, hammaga motorlar bilan tanishtirib ketamiz. Hop, bular mana motorlarni ko'rsatamiz. Motori ko'rib turgan bo'lsangiz 5.5 kW yozilgan, 220 da ishlaydigan motor. Lekin bu hop toza 3 kW motor bo'ladi, katta motor. Universal drabilkaga qo'yiladigan katta motor. Hammasi mana bir xil, yangi zavodskiy Xitoy motorlar. Buniki ham mana bir xil. 5.5 kW 220 da ishlaydigan motor. 3 kW bo'ladi akalar bu motorlar. O'zini tint original avtomatlari bilan qo'yilgan. Kabellargacha va motorlarimiz. Bu motorlarga keladigan bo'lsa, hop, ustida lak bo'ladi, misti laki bo'ladi, lekin ichi alyumin bo'ladi. Zavodskoy motorlar. Sal pastroq tokda ham ishlayveradi. 2 atrofida ishlayveradi akalar. Hop, bu drabilkalarimiz hop, setkalariga keladigan bo'lsa, setkalari hammasi 4 tadan bo'ladi. 4 xil setkasi bor. Hop, bu sutaga, misol uchun poyaga, yana bir nimaga sal maydaroq qilib, shakar razmerda qilib chiqarmoqchi bo'lsangiz, don yoki bug'doyni chiqarib bera oladi akalar. Pichoqlarni ko'rishlar mumkin. Ozgina suv bo'lib qolibdi. Yomg'irdan keyin olyapmiz videoni. Pichoqlari shu pechatli germanskiy pichoqlardan bo'ladi. Mana shu segmentli pichoq 14 ta plus malatkoy pichog'i 12 ta bo'ladi mana. Ichkarida malatkoy pichog'i 6 ta bu tarafida, mana 6 ta bu tarafida bo'ladi akalar. Xullas 26 ta pichog'i bor. Pichoqlari ham ko'rib turganlaringiz zavodskoy bo'ladi. Germanskiy yozilgan, o'yib Xitoyda ishlab chiqarilgan pichoqlar. Hop, buni qulayligi don maydalamoqchi bo'lsangiz, mana shu bunkerga to'ldirib olib, shuni ochib qo'ysangiz, o'zi vibratsiyada tushib kelaveradi akalar. Sutaga mana alohida yuzli trubalardan teshib qo'yilgan, bitta-bittalar maydalab tashlab o'tiraverasizlar sutani ham. Hop, bu drabilkamiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi shu ko'rib turganlarning narxi 2.500.000 so'm, o'rtadagi 2.300.000 so'm. Hozir farqini ham tushuntirib o'tib ketaman. Yani materiallarni ko'rishlar mumkin. Ikili listdan qilingan, qalin, tunukadan qilinmagan. Hech qaytiga ekonom qilinmagan. Hamma joyi list. Hamma joyi bir xil qalin listdan qilingan akalar. Sentrofkalari ham juda chiroyli qilib olingan. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Ichini yarabda ko'rib qo'yaringlar. Sentrofkalari ham xudo xolasa uyaltirmaydi akalar. 4 tadan setkasi bor hammasini. Bu 2,5 millionlik variantimiz edi. 5.5 kW 220 tokda ishlaydi. Alyumin motor, 4 ta setkali. 2.500.000 so'm. Hop. 2.300.000 ligini farqi, bu 4 oyoqli bo'ladi, bular 3 oyoqli bo'lsa, lekin buni ham motor xuddi o'sha 5.5 kW yozilgan 3 kW alyumin motordan bo'ladi akalar. Buni bunkerlarga yetish ham osonroq bo'ladi. Qistirg'ichli bo'ladi bunkerlari. Bularki boltga ekali bo'ladi, buniki qistirg'ichli bo'ladi, hech ham osonroq bo'ladi. Lekin buni ichki tarafida farqi bo'ladi akalar. Farqlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana farqini o'zingizlar ko'ringlar. Pichog'i kamroq bo'ladi buni. 10 ta bo'ladi. Unda 14 ta edi, bunda 10 ta bo'ladi pichog'i. Segmentli germanskiy pichog'i 10 ta bo'ladi, malatkoy pichog'i ham 10 ta bo'ladi. Yo'q, 6 ta bo'lar ekan, uzr akalar, adashibman. 10 ta, hop, 16 ta pichog'i bo'lar ekan, jami 3 ta u tarafda, 3 ta bu tarafda. Buni ko'rib tagidagi list ham akalar ancha qalin list. Mahaviy qo'yish shart emas, o'zi pichoqlarning og'irligi bilan normalniy og'irlik bosim beradi akalar. Xullas, bu 16 ta pichoqli, bu 26 ta pichoqli bo'lyapti. Shuni hisobiga narxi 200.000 so'mga pasayyapti. Lekin motorlari, qolgan materiallari hamma joyi bir xil. Bitta joyda ishlab chiqariladi.
Buni setkalari ham maydaroq bo'ladi. Akalar shunga nisbatan ob'yomi ham kamroq bo'ladi. Mana setkalarni ko'rishlar mumkin. 4 xil setkasi bor. Buni ham buni setkalari maydaroq bo'ladi. Endi buni setkalarini bo'ladi. Bular setkasi yirik katta setka. Shunga nisbatan ob'yomni ham farq qiladi. Bir 5-6 ta mol qo'yga bo'lsa, bu yetib beradi. 10 ta 20 tagacha mana bunisini olishlarni tavsiya qilamiz akalar. Buni 2300 ming so'm qilib beramiz. Hammasi qalin listdan ishlangan, baquvvat drabilkalar bo'ladi, hech ham uyaltirib qo'ymaydi. Mana buni ham listini ko'ringlar, qalin listdan ishlangan. Pichoqlari juda ham ko'p, o'zi 26 ta pichog'i bor, shuni og'irligi yetadi. Hech qanaqa mahaviy qo'yish kerak emas. Kabellarigacha, original avtomatlargacha ustanovka qilib qo'yganmiz. Hammasi zavodskoy Xitoydan kelgan yangi motorlar bilan jihozlangan. Hop, bularni dastavkasiga keladigan bo'lsa, Toshkent shahri bo'ylab dastavkasi bepul. 12 ta viloyatlarga ham kelishilgan holda dastavkaga ishlayveramiz akalar. Narxlari 2.500 ming so'm 26 ta pichoqlisi, hop 2.300 ming so'm 16 ta pichoqlisi. Pichog'i ham, motori ham zavodskoy bo'ladi bularda akalar. Manzilimiz Toshkent shahar Izza bozorining oldida bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.